Allah Teala'nın ayet Kur'an'da bir ayeti var. O ayet Estaizubillah vel kâzimînel gayz vel âfîne anin nas keladi. Jahl chiqqanda jahllarini yutishadi, g'azablarini qaytarishadi va odamlardan bir gidir dilozorliklar o'tsa, yuraklariga olmasdan af etib kechirib yuborishadi, qas olaman deb yurishmaydi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar: "Man kazima gayzan ve huve yastati'u en yanfazahu da'ahu Allahu Teala yevmel kıyamete ala ruusul halaik hatta yatahayyara min ayyil hurisha." Kimki kuchli bo'lib turib jahlini chiqazgan odamni bir urib yotqizib qo'yar, misolda endi. Ya bir parmoni bilan yo'q qilib yuborar. Lekin shunday kuchga ega bo'lib turib jahlini yutibki, shu bechora bu bir ahmoqlik qilyapti. Nima qilaman men ahmoqlik qilib bo'pti deb jahlini chiqazdirmay yutgan odamni qiyomat kuni Allohim haloyiqlar orasidan shunday odamlarni qo'lidan urish, ezvorish, yo'q qilib kelib turib, nima qildim shuni shunday qilib deb jaholat g'azabini yutib yorganni haloyiqlardan Alloh ajratib jannatga kirgizib xolagan hurini ato qilar ekan. Musa aleyhisselam Tur tog'ida Alloh taolodan so'radi. Alloh taolo aytdi: "Qas olishga qodir bo'lib turib qas olmasdan kechirib yuborgan bandamga 70 marotaba qariyman" dedi Alloh taolo hayotida. 70 marotaba nazarimni tashlayman. Nazarimni etib beraymi? Bitta nazarim tushgan odamni vujudi do'zaxga harom bo'ladi dedi Alloh taolo. Qo'lidan qas olish, ezvorish, yo'q qilib kelib turib, nima qildim bechorani kechirdim devorganni Alloh taolo ta hayot davomi 70 marta nazarini tashlar ekan. Aytamiz-ku, bir xil odam juda bir ajoyib bo'lib ketadi hayoti. Bundan ham oxiratda undan ham zo'r albatta. Bitta nazar do'zaxga harom qilsa, endi bu yog'ini qo'yavering. 70 nazarni olgan odamni. Buni nimadan shunchalik baho berilyapti? Alloh biladi bandasini 95%ni jirrakligini, jahli chiqqanda ezib yanchib yorishini, qo'lidan kelganda, qo'liga tushganda. Ana buni yutish, buni kechirib yorish, bu nihoyatda payg'ambarona, nihoyatda bir ulug' mardlik, saxovatlikni talab qiladigan ish.